Namanganning Chortoqda joylashgan nomeridan qotirmani olib kirib tashlaymiz. Bu galgi tamaddixonamiz Namangan viloyati Chortoq tumanidagi o'sha mashhur Chortoq qotirmada bo'ladi. O'tirgani tashqarida tapchan, divan kreslo va alohida kabinalari ham bor. Bu yerda qotirmaga eng kami 1 kilogramdan buyurtma berilar ekan. Biz o'zimizga xuddi shuni qilib aytdik. Ko'rinish ham ko'rishingiz mumkin. Ishtahangizni qitiqlaverishi aniq. Qotirmaning go'shtiga qo'y qovurg'asidan foydalanishar ekan. Ta'miga keladigan bo'lsak, juda ham mazali, yumshoqqina pishgan, qotib ham qolmagan. Qotirmaning kartoshkasi esa bu alohida mavzu ekan. Ayniqsa o'zini qovurg'asi bilan qo'shib yesangiz, bay, juda ham maza qivorasiz. Siz bu yerga kelganda necha kishi bilan kelasiz va necha kilogramm qotirmaga buyurtma berasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Qotirma ham hamma maqtagudek juda ham mazali ekan. Maslahatim sizlar ham bir kelib tatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Oxirida Chortoq suvini ichib, yengil duo qilib ketaverdi. Aniq lokatsiyasini bizni Telegram kanalidan topishingiz mumkin. 1 kilogramm qotirmaning narxini ko'rishingiz mumkin.